Hammaga salom. Bugun bizning videomizda Abduqodir Husanov va Eldor Shomurodovni full qilish videosi bo'ladi. Albatta videoni boshlashdan oldin like bosib qo'yinglar va mana kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'ysanglarni so'rab qolaman. Jigarlar, chunki biz tezroq 5,5 minutda bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham podpiska, ya'ni obuna bo'lib qo'yinglar va like ham bosib qo'yinglar. Xo'p, Eldor Shomurodovga birinchi bo'lib to'xtaladigan bo'lsak, Eldor Shomurodov yangilanishdan keyin xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'ldi va akkauntimga kirib ko'rsam, xullas Vitamlik akkaunt berganim coin ko'paytirishga transferlar bo'limi turgan ekan. Bu вообще omad bo'ldi. Abduqodir Husanov esa sizlar bilayotganinglardek mana shunaqa Neymarlarni o'tkazib tashladim, Suarez, xullas bunaqa narsa bo'yicha hali to'xtalaman. Endi akkaunt ban yeydimi, yemaydimi unisini bilmadim. Xullas qaranglar. Abduqodir Husanov 2025-yilni ya'ni bahorgi yangilanishda xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lganda va hozirgi paytdagi reytingiz 72, faqat tezliklari statistikasi oshgan, lekin uni men hozir qidirdim, chiqmadi. Bu mayli. Bunisi ham normalniy fil bo'ladi, xudo xolasa. Biz uni boshladik. Xo'p, fitness beramiz. Iloj boricha Eldor Shomurodov bilan Abduqodir Husanovni uskarinasi bilan tezligini asosiy maqsad 100 qilish. Xo'p, ikkalasi ham normalniy ketyapti hozirchalik. Yaxshi, Pro'riv tezligi 92 bo'ldi hozir Abduqodir Husanovni. Xo'p, 81 ga 81 Eldor Shomurodov ham yomon ketmayapti. Va bugun eng qizig'i O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi. Shuning uchun ham bu videoni oson tur bo'ladi dedim va YouTube'ga qo'yaman shu videoni. Xo'p. 90 tur reytingga ega bo'lyapti uje. Abduqodir Husanov tezligi yana bitta Pro'riv. Xo'p. Abduqodir Husanov tezligi 94, uskarinalar hali yaxshi bo'lmagan. Shomurodov ham normalniy ketyapti 85 ga 84. Yaxshi 96 bo'ldi. Internet sal qattiq qo'tyapti, lekin zarar joyi yo'q. Lekin bitta o'chirib yo'q bo'lsa ham variantda. Xo'p, Abduqodir Husanov tezliklarini 100 qilib olsam, qolgani yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi 98. Hoppa, mana Abduqodir Husanovda ham bitta 100 ko'rdik va Eldor Shomurodovda hali ham 90 reytingga ega bo'lmadi, lekin tezligi 89. Yaxshi ketyapti. Hozirchalik yaxshi. Xo'p, Abduqodir Husanov. Endi katta ehtimol kuchi baribir nima desam bo'ladi, 100 bo'ladi. Yana bilmadim. Xo'p, biz transferlar bo'limiga o'tamiz. Aroxo bilan Acharbini sotib olamiz, sotam. Eng qizigan narsa ham yo'q ekan. Xo'p, bizga variant beradigani, bizga yaxshi umuman keraksiz futbolchi. Bu Vinicius Junior deb ketayim. Xo'p, hozir bitta futbolchini sotib olish kerak jigarlar, chunki sotib olmasam bo'lmaydi. Yaxshi. Olmos ishlatamiz. Birinchi hop. Xo'p, bittalik kuchaytirishdan ketdi unda. Yaxshi, Pro'riv. Xo'p, Eldor Shomurodov почти full, lekin 100 ko'rinishi kelmadi. Abduqodir Husanov ham xuddi shunaqa. Mayli, olmosdan ishlatamiz. Xo'p, yaxshi uskarina bilan stilasi tushdi Abduqodirdan. 96 ga 92, Viniciusda 89. Shomurodov futbol bo'ldi. 94 reytingga ega bo'ldi. Tezligi 95 qilib qo'ysa chiroyli bo'lardi. Endi Abduqodir lekin hozir tema, chunki 100 qilish qiyin hozir. Lekin harakat qilsa bo'ladi.
Xo'p, Eldor Shomurodovdan full ko'rdik. Bitta skrinshot olamiz eslash uchun. Lekin Eldor Shomurodovni hozir olishni maslahat bermayman, chunki men hozir buni sotib yuboraman. Va Abduqodir Husanov esa u ham reytingi baland bo'ladi, faqat sabr qilish kerak. Katta ehtimol yozdan keyin, ya'ni kuzda yoki qishlarda nima desam bo'ladi, 78 reytinggacha chiqishi mumkin. Hop, ikkitaligidan beramiz. Va Abduqodir Husanovni ham full qildik va eng qizig'i sillasi, ya'ni kuchi 99 o'q qoldi. Nu normalniy, lekin ikkalasi ham nima desam bo'ladi. Ja musor bo'lib qolmadi, to'g'rimi? Chunki komment negativ yozib yurmanglar, nu normalniy bo'ldi. Xo'sh do'stlar, albatta videomizni shu joyda yakunlanadi. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'ling.